Aziz yurtdoshlar, qadrli yurtdoshlarimiz, qadrdon, bizni tomosha qilayotgan Jizzax viloyat tele radio kanaliga hamrohlik qilayotgan aziz yurtdoshlarimizga tushib kelayotgan oqshom xayrli bo'lsin. Har chorshanba oqshomda dasturi bugun ham sizlar bilan diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bu jonli efir aziz yurtdoshlar, jonli efir orqali bugun 1 soat davomida sizga yaxshi ma'lumotlarni, chiroyli suhbatlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Kamila boshlovchi Sherali Ibragimov bugun 1-iyul sanasi yoz faslining mana ikkinchi oyini ham qabul qildik va birinchi kuni ham o'tib boryapti aziz yurtdoshlar. Iyun oyi siz uchun qanchalar quvonchli lahzalarga boy bo'lgan bo'lsa, iyul oyi ham xuddi shunday bo'lsin, omadli, barokatli yil bo'lsin. Shu bilan birgalikda biz har dasturimizda yaxshi yangiliklarni, chiroyli ma'lumotlarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Bugun suhbatdoshlarimiz boshqa mavzuda. Bugun suhbatdoshlarimiz bular ustozlarimiz bo'ladi. Bugungi suhbatdoshlarimiz umuman dunyo sportning barcha turlarini yaxshi biladigan, shular haqida chiroyli maqolalar yozadigan, shularni sharhlay oladigan ustozlar. Mana shu studiyalar begona bo'lmagan insonlar bugun studiyamizga tashrif buyurganlar. Demak, oqshomda dasturini mehmonlar bilan tanishtirishni boshladik. Ayni paytda BNB Media markazi bosh muharriri hamda sport jurnalisti ustoz Said aka Donishev bo'ladilar. Keling ustoz. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Marhamat, teletomoshabinlar. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Yashang. Marhamat, birinchi kursi sizga. Demak, davom etamiz. Ular ham sport jurnalisti, ajoyib qalam ustasi. Shu bilan birgalikda bir qancha maqolalar muallifi bo'lgan. O'zbekiston Milliy axborot agentligi Jizzax viloyat bo'yicha sharhlovchisi, jurnalist Abdujalol ustoz Qayumov bo'ladilar. Abdujalol aka, marhamat, keling. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz. Keling, marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Salomat bo'ling. Qani, marhamat. Demak, uchinchi ishtirokchimiz ham begona emas. Jizzax haqiqati gazetasining katta muxbiri, jurnalist Yusufbek Saidaliyev bo'ladilar. Yusufbek, assalomu alaykum, keling. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Marhamat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar. Salomat bo'ling. Marhamat. Demak, hurmatli yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, oqshomda ko'rsatuvi boshlandi. Anons sifatida shuni alohida aytib qo'ymoqchiman. Bugun dasturimiz orqali ham barcha yaqinlardan iltimos qilamiz. Teletomoshabinlarimizdan Telegram manzilimiz bor, ekranda taqdim etiladi. Salom Jizzax bor. Mana shu Telegram manzilimizga chiroyli oqshom salomlarini, balki siz bularni tanirsiz, balki oila a'zolari, qarindoshi, qadrdoni, mahalladoshi, umuman bu insonlarning maqolalarini ko'p bor o'qigansiz, chiqishlarini ko'rgansiz, shularga yoki yaqin insonlarga oqshom salomlarini yo'llashingiz mumkin. Dastur davomida taqdim etishga harakat qilamiz. Eslatib o'taman, jurnalist Said Donishev, Abdujalol Qayumov hamda Yusufbek Saidaliyevlar bugun studiyamiz mehmonlari. Yana bir bor assalomu alaykum ustozlar. Xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanot. Bizni ayni paytda Samarqand, Sirdaryo, Navoiy, Toshkent viloyati, qo'shni respublika ayrim hududlari tomosha qilyapti va bugun eng avvalo suhbatdan oldin kuni kecha yaqinda mana kecha nishonladik. Birgalikda hammamiz 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Qolaversa, ertaga xalqaro sport jurnalistlari kuni 2-iyul sanasi. Shu munosabat bilan ham sizlarni chin yurakdan tabriklayman. Qalamingiz doimo o'tkir bo'lsin, hamisha sog' salomat bo'ling. Bugungi mavzuyimiz sport tarixi ikki joyda yaratiladi. Bir maydonda, ikkinchisi jurnalist qalamida mavzusida bo'ladi. Mana shunga dastlab birgalikda izoh berib o'tsak yaxshi bo'lardi. Marhamat, kimdan boshlaymiz? Agar ruxsat bersangiz, bugungi suhbatimizni, ana shu siz o'rtaga tashlagan mavzuni har holda ustozimiz bizdan tajribalari katta. Biz shu kishilarga ergashib, shularga havas qilib shu sohaga kirib kelganmiz. Abdujalol akadan boshlasak degan taklif bor. Marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Sheralijon darhaqiqat juda ajoyib mavzuni ko'tardingiz. Haqiqatan ham sport maydonida va shuningdek ommaviy axborot vositalarida o'sha o'z nimasini ko'radi. Televideniyada, gazetada, internet jurnalistikasida yaratiladi. U albatta maydonda o'yin bo'lishini tomoshabin to'g'ri nima qilishi mumkin, ko'rib o'zi nima qilishi mumkin, lekin jurnalist uni sharhlab, tahlil qilib
beradi, sharhlovchi sharhlab beradi. O'shanda haqiqiy sport o'yini yaratiladi. Yaraydi. O'zi shunday gap borda ustoz, o'z gapingiz bo'ldim. Sport maydonida har bir g'alaba, har bir rekord, har bir jasorat tarixi yaratiladi. Ammo bu tarixni keng jamoatchilikka yetkazish, uning mazmuni va ahamiyatini ochib berish sport jurnalistlarining sharafli vazifasi bo'ladi. U nafaqat natijani, balki sportchilarning mashaqqatli mehnati, irodasi, g'alabasi sari bosib o'tgan yo'lni ham yoritadi sport jurnalisti. Qisqacha, marhamat, davom etamiz. Haqiqatdan ham o'sha bu qachon o'yin bo'lgan paytida u o'yin o'sha paytda bo'ladi. Tarix bo'lgandan keyin u o'tib bo'ldimi o'yin, keyin o'sha jurnalist yoki sharhlovchi uni sharhlab bo'ldimi, keyin qaytadan ko'rayotganimizda u tarix bo'ladi. O'sha g'alabalarni yozish bilan birga jurnalist o'sha aytaylik mag'lubiyat ham bo'ladi. Mag'lubiyatga uchramaydigan jamoaning o'zi bo'lmaydi. Futbolda ham, boshqa sport turida ham, hatto yakka kurashlarda ham hamma o'sha natijalar meni nazarimda o'sha dastlabki olingan mag'lubiyatlardan keyin xulosa chiqariladi deb o'ylayman. Said aka. Darhaqiqat mana ustozimiz hozir sizni savolingizga, o'rtaga tashlagan mavzuyingizga juda ham chiroyli bir izoh berdilar. Mana shu fikrlarga qo'shimcha qilib yana bir narsani aytmoqchiman. Biz masalan mana shu faoliyatimiz davomida aynan qisqagina tarixga nimaga qaytmoqchiman, nima uchun o'sha sport jurnalistikasi degan narsaga. O'zi jurnalistikada o'zi ixtisoslashuv degan narsa bor-da. Bu tushunchadan sal oldinroq, masalan, o'sha jurnalistikada ixtisoslashuv birinchilardan bo'lib turib, shu sport jurnalistikasida boshlangan desam to'g'riroq bo'ladi. Chunki o'sha sport jurnalistikasini bugun masalan biz bayram sifatida nishonlayotgan bo'lsak, uni tarixi bundan ancha yillarga. Shunday, endi bu bayram sifatida 1994-yildan beri nishonlanadi, lekin aslida sport jurnalistlari assotsiatsiyasi tashkil topgan 1924-yilda. Endi men nima demoqchiman bu bilan, bizni o'zimiz masalan shu sport jurnalisti sifatida ko'plab musobaqalarda yurganmiz, masalan o'sha futbolni sharhlaganmiz yoki boksni sharhlaganmiz yoki umuman masalan shu yurtdoshlarimizni mana shu xalqaro maydonlardagi ko'plab bir yutuqlarini xalqimizga yetkazishga harakat qilganmizda, mana shu bilan ham biz masalan o'sha bir tarix yaratishga qandaydir hissa qo'shganimizni men bugun his qilib o'tiribman. Salomat bo'ling. Xo'sh, marhamat, sizda qanday fikrlar? Darhaqiqat, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, sportning o'sha maydon ichidagi voqealardan ko'ra maydon tashqarisidagi masshtabi kengroq hisoblanadi. Chunki sport jurnalistikasida bir gap bor. O'yin natijasi tabloda aks etsa, o'yinga nisbatan munosabat sharhlovchi nigohida ko'rinadi, aks etadi degan jumla bor. Sportni o'sha birinchi planda ko'rinishdan tashqari, ya'ni sog'lomlashtirish xususiyati deymiz, undan tashqari ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va boshqa ahamiyatiga molik jihatlari ham bor. Bu davlat siyosatining ustuvor yo'nalishini tashkil qiladi va o'shani teran anglagan holda har bir sport jurnalisti o'z vakolatidan kelib chiqqan holatda targ'ibotni amalga oshiradi. Buni birgina misol ushbu jahon chempionati shukuhi hozir nafaqat viloyatimizda, balki yurtimizda, butun dunyoda kezib yuribdi. Ushbu jahon chempionati bilan bog'liq voqealarni xolis, teran hamda professional jihatdan yoritish bu sport jurnalistlariga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi va bu maydon tashqarisidagi biz aytgan xususiyatga bemalol kiritsak bo'ladi buni. Juda ham yaxshi, hali bu bo'yicha mavzuni endi boshlab oldik. Shu 1 soat davomida suhbatlashishga harakat qilamiz. Bugun teletomoshabinlar uchun, shaxsan men uchun sizlarning fikrlaringiz juda ham muhim. Endi ko'p yillik mana tajribaga egasizlar, qanchadan qancha stadionlarda kerak bo'lsa birgalikda sportni, futbolni sharhlagan insonsizlar. Mana o'zimizda hattoki bizni viloyatimizda bosh futbol jamoasi Sug'diyona futbol jamoasining o'zini gimni bor, o'zini madhiyasiga ega, o'zini qo'shig'iga, so'ziga egada. Ruxsat bersalaringiz bir xonanda yigit taklif etganman. Bu xonanda yigit ustozoda xonanda. Qolaversa mana shu Sug'diyona futbol madhiyasini bir chiroyli qilib qo'shiq qilib aytganlar va keyin shu mavzuda suhbatlashishga harakat qilamiz. Dasturimizning mehmoni xushovoz xonanda Dunyobek Ahmedov Sug'diyona haqidagi chiroyli qo'shiq bilan dasturimizni davom ettiradilar. Dunyobek, marhamat, keling. Assalomu alaykum. Teletomoshabinlarimizni bir chiroyli xursand qilasiz. Mavzuga doir bo'lgan qo'shiq bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Marhamat.
abjir bo'l kurashda chaqqon, sen uchun qo'rg'ondur bu yashil maydon. G'alabang yo'llayver muxlislar tomon, raqibga kelma bo'sh ey so'g'diyona. Bu oqshom sog'inchlar sig'mas yurakka, dunyo ham go'yo tor orzu tilakka. Olqishning maloli kelmas bilakka, maydonga dadil tush ey so'g'diyona. Raqibga kelma bo'sh ey so'g'diyona. Ey so'g'diyona, ey so'g'diyona, maydonga dadil tush ey so'g'diyona. Ey so'g'diyona, ey so'g'diyona, maydonda o'ynaysan sen yona-yona. Barcha jamoalar qolib bir yonda, xalq seni qo'llaydi ey so'g'diyona. Xalqimiz seni qo'llar ey so'g'diyona. Ey so'g'diyona, ey so'g'diyona, maydonga dadil tush ey so'g'diyona. Ey so'g'diyona, ey so'g'diyona, maydonda o'ynaysan sen yona-yona. Ey so'g'diyona, ey so'g'diyona, maydonga dadil tush ey so'g'diyona. Ey so'g'diyona, ey so'g'diyona, maydonda o'ynaysan sen yona-yona. G'alaba seniki ey so'g'diyona, g'alabang bizniki ey so'g'diyona. Salomat bo'ling Dunyobek Ahmedov. Marhamat, keling siz ham suhbatga qo'shilsangiz yaxshi bo'lardi. Sug'diyona, keling shu haqida suhbatlashaylik. Boya yuqorida dasturdan oldin aytib o'tdingiz. Biz futbollarni sharhlaganmiz deb turib, to'g'rimi? Shunaqa. Mana hozir Sherali juda ham bir chiroyli qo'shiq tingladik. Dunyobekka nima deydi, fursatdan foydalanib o'zimni bir minnatdorchiligimni ham bildirib qo'ymoqchiman. Biz o'zi isimizni mana shu Sug'diyona jamoasini tanib, isimiz nima deydi, katta bo'lganmizda. Mana shu bolaligimizda shu akalarimizga ergashib shu futbol o'yinlarini ko'rishga borardik. O'sha yoshligimizdan shuni ko'rib katta bo'lganmiz. O'sha mehrimiz baribir boshqacha haligacha. Mana shu komandaga boyagi sharhlashga keladigan bo'lsak, masalan shu viloyat teleradio kompaniyasi tarixida yanglishmasam birinchi sharhni men olib borganman ustoz Xudoyberdi Karimov bilan. To'g'ridan to'g'ri stadionda yoki bu yerda? Yo'q, u paytda to'g'ridan to'g'ri efirimiz bo'lmasdi, o'sha yozib olish bilan berilgan. O'sha stadionda o'tirib sharhlaganmiz. Juda qiziq nima bo'lganda, o'zimizni boyagi futbolga qiziqishimiz ham o'sha yerda juda bilinib qolgan. Haligi Sug'diyona hujumga o'tdi, anaqa sharhlash navbati menga kelgan ustozdan. Aytayapman, endi hozir aynan yodimda yo'q o'sha futbolchilar. Falanchiga to'pni oshirdi, jarima maydoniga yetkazib berdi, jarima maydoniga yorib kirdi, zarba deb turib, keyin gol bo'lmagandan keyin sal nima deydi? Boshqa gap aytib yuborgan, jahl ustida. Shunaqa bo'lganda buni bu yerda ko'pchilik hamkasblarimiz yaxshi bilishadi. Yo, undan keyin sekin-sekin shu ko'plab o'yinlarni sharhlaganmiz. Keyin mana bu sport telekanalida ishlagan paytimda endi unda asosan unaqa sharh emas-ku, lekin qisqa o'sha Sug'diyonani o'yinlari haqidagi lavhalarni ham berib borganmiz. Undan tashqari yana boshqa sport turlarini ham sharhlashga to'g'ri kelgan. O'sha Sydney Jackson turniri bo'lgan yoki O'zbekiston chempionati bo'lgan boks bo'yicha, ularni ham o'sha paytda hali sharhlash bo'yicha bizda unaqa malaka, tajriba kam bo'lgan. Asosan o'sha o'zlarining mutaxassislari bilan sharhlashga harakat qilganmiz. Mana hozir agar shu teleekran orqali ko'rib turgan bo'lsa, o'sha xalqaro toifadagi hakam bor, Ma'ruf Urdishov degan juda iqtidorli hakam. Ana shu yigit bilan bir safar sharhlaganman-da boksni, Abdulla aka.
haligi shunchalik qiziqib ketib aytyapman, masalan o'sha jizzaxlik bokschi tushayotgan paytida bu ana shunaqa tajribalar haqida gapirib o'tiribmanda, siz nima deysiz deb qarasam, haligi sharhlovchi yo'qda yonimda. Yonimdagi sherigim yo'q, Ma'ruf Urdushev yo'q. Hayron bo'ldim, yana o'zim davom ettiryapman. U keyingi ringga chiqish kerak ekan, hakamlik qilishgada. Borib u hakamlik qildida, o'sha jangni o'tkazgandan keyin yana kelib turib davom ettirgan shunaqa voqealar hayotimizda ko'p bo'lganda, shu sharhlash jarayonlari. Salomat bo'ling. Mana bugun nasib etsa O'zbekiston terma jamoasi mana jahon chempionatida qatnashib, to'g'ri, endi garchi natija unday bo'lmasa ham, mana 34 yil, 35 yildan keyin birinchi marta qatnashib, bu yil mana tarixda juda katta natijani qo'lga kiritdi. Endi tajribalar hali kerak, hali yaxshi menimcha o'ylaymizki, kerakli narsalarni olib keldi deb o'ylaymiz. Xo'sh, shu haqida mana fikrlaringiz bu yil tantana bilan O'zbekiston terma jamoasi kutib olindi. Fikrlaringiz qanday? Sport sharhlovchisi va jurnalisti sifatida. Marhamat. Bu O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishdi o'zi katta baxt. Katta baxt bo'ldi haqiqatan. Chunki o'sha bizdan bir necha yil avval tuzilgan davlatlar ham bor. Aytaylik 100 yillik tarixga ega davlatlar bor, lekin ular hali jahon chempionatiga chiqa olmagan. Chiqa olmay yuribdi. Hatto Italiyadagi terma jamoa necha marta jahon chempioni bo'lgan Italiyadagi terma jamoa bu yil jahon chempionatiga chiqa olmadi. Bizning yigitlarimizga birozgina omad yetishmadi va tajriba yetishmadi. Aks holda o'sha raqiblaridan hatto Portugaliyaga 5-0 ga yutqizgan bo'lsa ham, uni to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri talqin qilish kerak. Xuddi 10-sinfda bolasi bilan 3-sinfda bolasini maydonga tushirib futbol o'ynatsangiz kim yutadi? Albatta 10-sinfda bolasi yutadi. Mana shu yuqorida ham aytib ketgandim, mana shu mag'lubiyatlardan xulosa chiqariladi. Va Sog'diyona haqida ikki og'iz aytib ketmoqchi edim. 1970-yilda o'sha Turdaviy rezervi degan jamoa tuzildi. O'sha Sog'diyonani fundamenti o'shandan boshlangan. Yuriy Islamovich rahmatli Yerkaboy Islomov hozirgi Sharof Rashidov rayoniga, o'sha paytda Jizzax rayoni deyilardi, Jizzax tumaniga ispolikomda raisi bo'lib keldilar, rais polkomda raisi bo'lib keldilar. Keyin o'shandan keyin komandani tuzdilar. Shu komandani tuzishiga asos sababchi bo'lgan shu odam bo'ladi. Undan keyin irrigator bo'ldi va hokazo nomlari o'zgarib, yoshlik bo'ldi, Jizzax bo'ldi, Nektar ham bo'ldi. Mana oxiri Sog'diyona bo'ldi. Sog'diyona Yuriy Xristoforidov davrida bronza medalni olgan. Ulug'bek Baqoyev davriga kelib kumush medal oldi. Osiyo nimalarida ham o'ynab keldi. Tanishtirib keldi. Jamoani Jizzaxda futbolni ko'tarib berdi. Shu o'rinda savol bermoqchiman sizga, savol emas, bir qo'shimcha tarzda kirib ketmoqchiman. Adashmasam, sizning o'g'lingiz xalqaro toifadagi hakam, to'g'rimi? Shunday, o'g'lim hozir hakamlik qilmayapti, ilmiy ish o'qiyapti, lekin haqiqatan ham hakam. Bir qancha futbollarda nima qildi, hakamlik qildi, boshqa qildi. Buni hammasi menimcha endi o'zi yoshligidan hammani 10 yoshidan futbolga olardi. Men uni 8 yoshidan borib futbolga berganman. Futbol maktabiga shu hozir Yetimtog' deymiz, o'sha ilgari Yetimtog' derdik, o'sha yerda o'zi bolalar sport majmuasi bo'lgan bo'lsa kerak. O'sha yerda hakamlik qiladi, ko'p o'yinlarni boshqardi, boshqa qildi. Yaxshi natijalarga erishdi. Endi ilmiy ish bilan shug'ullanayotganligi uchun hozir shu ilmiy ish qilyapti. Yana o'zini hakamligini balkim davom ettirar, endi albatta o'zida ixtiyor. Shu o'rinda savol berib ketmoqchiman Yusufbek sizga ham. Bugungi kunda mana sport jurnalistining vazifasi faqat yangilikni yetkazishmi yoki jamoatchilik fikrini shakllantirish ham uning mas'uliyatiga kiradimi? Sizdan eshitdik, birinchi marhamat. Yaxshi savol bu, o'rinli savol, dolzarb mavzu desak ham bo'ladi, chunki sport qanchalik rivojlangani sayin uni yoritishga bo'lgan talab, uning targ'ibotini olib borishga bo'lgan imkoniyatlar kengayib boradi. Shu o'rinda jurnalist oddiy muxlisdan yoki havaskor blogerlardan farqli ravishda o'zining sohasini chuqur bilishi, ayniqsa sport jurnalistikasida bo'ladigan bo'lsa, faktlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirishi va har bir sport turi bo'yicha o'yin qoidalarini chuqur o'zlashtirgan bo'lishi kerak. Va yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, sportga xos xususiyatini emas, sportning ijtimoiy ahamiyatini, davlat imijini oshirishdagi o'rnini ham chuqur anglagan holda o'z faoliyatini olib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki hozir ko'rib turibmiz, O'zbekiston terma jamoasi deyilyapti. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yurtboshimiz ta'kidlaganidek, tarix yaratildi futbolimizda va ular qahramonga aylanishdi. Endi
ushbu jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, xalqimiz bir nuqtada, bir yo'nalishda birlashdi va buni ham e'tirof etishimiz kerak. Va ushbu natijalarning qanday shakllanganligini professional jihatdan ko'rsatib berish bu sport jurnalistining mahoratini belgilab beruvchi xususiyatdir. Bo'pti, unda bunday qilamiz. Hozir mana hurmatli ustozlar, sport jurnalistlari mana qatnashyapsizlarda. Mana bugun O'zbekiston terma jamoasi haqida, endi to'g'ri, birinchi o'rinda o'sha jahon chempionatiga chiqqani haqida bo'lyapti. Ikkinchisi, to'g'ri, hali u darajada o'sha jahon, Yevropa terma jamoalaridek hali tajriba u darajada emas, chunki ular endi g'olib bo'lgan jamoalar bilan Yevropa futbolida g'olib bo'lgan, Portugaliya mana masalan Yevropa chempionatida g'olib bo'lgan ular. Chempion bo'lgan jamoalar bilan o'yinga tushyapti. Jurnalist sifatida siz o'sha yerda tomosha qilib qanday fikrladingiz? Sayt aka. Ha, siz o'sha jarayonda o'zida O'zbekiston terma jamoasi o'yinini maydondagi holatini aytayapman. Va o'sha Yevropadagi o'sha terma jamoalar bilan taqqoslashtirganda demoqchiman. Ularni bitta so'z bilan aytish mumkin. Haqiqatan boya bu savolingizga qisman ustozimiz javob berib o'tdilar, Jalol aka. Masalan, bu o'sha yillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bu birinchi marta chiqqanligini o'zi katta baxt deb to'g'ri aytdilar. Men o'zim masalan o'yinlarni kuzatdim, biz oilaviy kuzatdik. To'g'rirog'i, farzandlarim, hatto turmush o'rtog'im mana shu bu baribir yuragingiz jizillab turadi. O'zbekiston o'ynagandan keyin uni o'sha davlat madhiyasi yangrasa, bayrog'i ko'ringanda, o'sha o'yinchilarimiz chiqqanda uni o'sha oilaviy olqishlab turdik va eng asosiysi mana shu futbolchilarimizni juda ko'pini masalan mahorati bizni haqiqatdan ham qoyil qoldirdi. Aynan masalan mana kecha o'sha tur o'yinlari yakunida hisob kitob qilindi. Masalan Shomurodovning urgan goli masalan eng yuqori nimaga qo'yildi-da. Masalan mana shuni o'zi ham masalan bizga faxr beradi. Haqiqatan ham. Salomat bo'ling. Xo'sh, davom etamiz. Mana yuqorida umuman olgan savol beradigan bo'lsak, bir paytlar sizlar mana sport jurnalistikasi o'sha doimo shu to'g'risida maqolalar, o'sha qanchadan qancha lavhalar chiqarganlaringizni mana biladiki, navbatdagi mehmonimiz ham biladi. Hozir mana siz yangi sport jurnalisti, to'g'rimi? Hali yoshsiz demoqchiman-da. Mana ustoz Abdujalol aka, Sayt akamlar o'sha paytlarda internet bo'lmagan, boshqa narsada bo'lmagan. O'sha davrni, ikki davrni bir taqqoslashtirib ko'rsak bo'ladimi Abdujalol aka? U paytlarda qanday bo'lgan va hozir qanday? Endi u paytida haqiqatan ham hozirgi internet va hokazo degan Telegram degan Instagram degan gaplar narsalarda o'zi bo'lmagan, hayolimizga ham kelmagan unaqa narsa. O'sha qanaqa sport bo'ladi, musobaqasi bo'ladi, futbol bo'ladi, boks bo'ladi, shaxmat bo'lsa ham o'sha yerga borib jurnalist o'tirib oxirigacha bitta ruchka bilan bloknotga yozib, undan keyin kelib nima qilardi. Hozir lekin aslida meni shaxsiy fikrim bu, jurnalist o'sha birorta o'yinni, musobaqani borib o'zi ko'rmasdan turib internetdan yozadigan jurnalist u haqiqiy jurnalist emas deb hisoblayman. U noto'g'ri sharhladi deb hisoblayman. O'zi ko'rish kerak. Televizorda ko'radimi yoki borib stadionda yoki ringda ko'radimi, boshqa joyda ko'radimi, o'zi ko'rish kerak. Hozirgi jurnalistlarga juda oson demoqchiman. Har tomonlama. Juda qulay. Bizda hatto avtobus yurmas edi. Ikkinchi avtobus bilan birinchi avtobus bo'lardi. Bitta stadionga borishingiz uchun avval minib olishingiz kerak edi avtobusga. Keyin borib stadionga kirib olishingiz kerak edi. Va hozir masalan futbolda yoki boshqa sport turlarini sharhlamoqchi bo'lsa, maydonga borib yoki joyiga borib, u oldingidek borish ham yo'q. Masalan, o'sha ma'lumotlarni to'liq olaversa, xonani o'zida ham o'tirib kompyuter qarshisida bemalol sharhlasa bo'ladi, to'g'ri? Shunday. Juda ham oson bo'lib ketgan deyman. Haqiqatda bunga endi siz xafa bo'lmang. Shu va demoqchi bo'lganimki, Yusufbek, hozir haqiqatda ancha-muncha yengillik bo'ldi desak bo'ladi. Oson bo'lib ketdi emas, yengillik bo'ldi, chunki texnika juda ham rivojlandi. Bizda hozir qisqa reklama bor ekan, reklamani birgalikda tomosha qilamiz va undan keyin yana suhbatimizda bemalol davom etamiz. Qisqa reklama, marhamat. Yurisprudensiya yo'nalishiga Abu Rayhon Beruniy universitetida qabul davom etmoqda.
Reklama bu samarali tijorat demakdir. Arzon va sifatli reklama esa samarali tijorat uchun kafolat. Mahsulotlar bozorda yetakchi o'rin egallashni istasangiz, shunchaki reklamani emas, arzon va sifatli reklamani tanlang. Jizzax viloyat teleradio kanali barcha turdagi reklama xizmatlarini sifatli va maqbul narxlarda taklif etadi. Sifatli reklama omadli biznes. Davom etamiz azizlar. Oqshomda ko'rsatuvi bugun shanba 1-iyul sanasi, demak jonli efirdamiz. Mehmonlarimiz bilan yaxshi suhbat bo'layotgandi. Mana yuqorida savol berib o'tdim. Oldingi va hozirgi jurnalistika, sport jurnalistikasini solishtirayotgandik. Abdujalil aka ustozdan eshitdik. Mana marhamat, sizdan ham eshitamiz Sayt aka. Hozir mana ikkita hamkasbimizni, ustozimizni, shogirdimizni fikrlarini eshitdik. Men shuni bitta misol bilan aytib bermoqchiman. Bir yili o'sha G'allaorol tumani G'allakor degan jamoasi bor. Shuni o'yini bor, o'sha 2-ligada o'yini borda biz shuni yoritgani borganmiz, bir operatorimiz bilan, tasvirchi bilan borganmiz. U paytda bunaqa texnikalar yo'q-da, Sherali. Haligi VHS deyiladi, o'sha katta kasetada shunaqada olinadi-da, borib shuni tasvirga olish jarayonimizda haligi kamerani o'sha ko'rsatadigan nimasi bor. U ishlayapti-yu, lekin u tasvirchiga nima olinayotganligi ko'rinmay qoldi-da. Keyin u boyagi sal sportga uncha qiziqmaganligi uchun, futbolda sal holatlarni yaxshi bilmaganligi uchun to'pni, masalan, zarba qayerdan qayergacha borishini haligisini ola olmayapti hisobini. Keyin oxiri o'zim oldimda, endi men taxminan bilaman, masalan, darvozabon to'pni tepsa, taxminan maydonning ikkinchi betini tarafini qayerlargacha borishini. Xo'p. Taxmindan syomka qilganman. Hech nima ko'rinmagan. Tasvirchi ishlalmayapti yerda. Uzum olganman-da, tavakkal qilib turib olganman. Hali ko'rinmaydi. Hali uzoqlashtirish, yaqinlashtirish bor pullarda har zamonda ishlatib qo'yaman shularni. Yo, lekin olib keldik, nima televideniyaga olib kelib turib ko'rganimizda, har holda bir narsa chiqardik-da o'sha lavhadan. Mana o'sha masalan o'sha oldingi davrlarning qiyinchiligi. Albatta. Hozir masalan to'g'ridan-to'g'ri efir, bular endi juda katta imkoniyat. Bu tomoshabinlar uchun juda ham qulaylik bu. Juda ham yaxshi o'sha o'z vaqtida sifatli efir berish, albatta tomoshabin shuni xohlaydi. Lekin u paytda o'sha to'g'ridan-to'g'ri efirlar yo'q edi. Yana shunaqa yozib kelib, undan keyin bu yerda montaj qilib ko'rsatardik. Shunday qiyinchilik davrlar bo'lganda. Siz hech Yusufbek solishtirib ko'rganmisiz? Hozir mana o'zingiz gazetada, masalan, Jizzax haqiqat gazetasida mana ishlayapsiz, faoliyat olib boryapsiz. Yosh sport jurnalistisizda. Ustozlar bilan birgalikda o'sha davr va hozirgini solishtirib ko'rganmisiz? Albatta juda katta farqlar seziladi. Ustozning gapiga qo'shimcha qilib aytishim mumkinki, nafaqat voqelikni xolis yoritish uchun nafaqat o'yinni bevosita yoki bir musobaqani bevosita joyidan turib kuzatib, sharhlab borish kerak, balki o'sha sohani biladigan mutaxassisni, ya'ni murabbiyni olib kelib parallel ravishda sharhlash holatlari ham uchrayapti-ku sport jurnalistikamizda. Bu juda ham o'rinli bo'ladi. Ular sportni jurnalistlardan ham ko'ra yaxshiroq tushunadi va sharh davomida ancha yordam berishadi. Masalan, jahon chempionatida ham shu sharhlar davomida ko'rib boramiz. Murabbiy vaziyatni oldindan baholaydi-da, qaysidir futbolchini almashtirilishini bashorat qiladi va nechadir soniyalardan keyin o'sha bashorat to'g'ri bo'lib chiqadi va bunda sharhlovchi tan beradi hamda bu hamkorlikka yaxshi ta'sir qilishini e'tirof etadi. Bu jihatdan mutaxassis maslahati va hamkorlikda ishlash muhim. Va endi solishtirish haqida gapiradigan bo'lsak, hozir sport jurnalistikasi va umuman sport katta industriyaga aylanib ketdi. Endi tepdi, gol urdi va hisob qayd etildi emas. Har bir futbolchilarning har bir harakati, to'p uzatmasi, qancha masofa bosib o'tganligi hamda necha ball olganligi barchasi raqamlashtirilgan holatda juda ham detalniy deymiz-ku, statistika bilan berib borilyapti va ular ichidan eng saralarini aniq tanlab olib berish bu yuqorida aytganimizdek mahorat hisoblanadi. Chunki hozir masalan futbol miqyosida oladigan bo'lsak, bir jamoa yutkizdi, lekin tashqaridan qaraganda bu jamoa kuchsizroq o'ynabdi degan taassurot uyg'onadi. Lekin o'sha o'yinning statistikasini ko'rib borib, jamoaning hujumlari soni, aniq zarbalari soni va taktik yondashuvini ilmiy jihatdan ko'rib chiqadigan bo'lsak,
u jamoa aslida g'alabaga loyiqroq bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Aha. Bu jihat juda ham nozik hisoblanadi va buni joyida anglash, ilg'ash va kerakli joyda tezkorlik bilan yetkazib berish ancha mahorat talab qilinadigan xususiyat. Salomat bo'ling. Dunyobek, zerikolmadingizmi? Salomat bo'ling. Endi xonandalarda yaxshi suhbat. Mikrofonni yaqinroq tuting. O'zingiz qaysi sportga qiziqasiz? Men ham shu ko'p qatori millionlar o'yini futbolga qiziqaman juda ham. Yoshligimda boya ustozimiz aytganlaridek, o'sha yetim tog' tagidagi futbol klublari maktabiga borganman. 7-8 yil borganman deyarli. Professional bo'lishimga ozgina qolganda keyin san'atga o'tib ketganman. Endi ustozoda bo'lgani uchun balkim ustoz Diyor Nosirovni tanisalaringiz, xonanda bor, ustoz Diyor Nosirov degan farzandlari bo'ladi. Xo'sh, yana bitta qo'shiq aytib bering. Mayli. Qanaqa qo'shiq eshitamiz? Oqshomda degan ko'rsatuvga endi bu kecha degan bitta tinglaydigan qo'shig'im bor, shuni aytib beraman. Bu kecha. Bu kecha. Eshitamiz birgalikda. Marhamat. Marhamat. Marhamat, chiroyli qo'shiq eshitamiz. Ma'yus Mahsun chiroyli qo'shiqlardan biri. Marhamat. Hammani hayratda qoldirib, bir g'arib bol totar bu kecha. Olamni zulmatda qoldirib, bag'rimda oy yotar bu kecha. Orzular qanoti qayrilmay, quvonchlar qayg'uga yengilmay, yuraklar yurakdan ayrilmay, bag'rimda oy yotar bu kecha. Orzular qanoti qayrilmay, quvonchlar qayg'uga yengilmay, yuraklar yurakdan ayrilmay, bag'rimda oy yotar bu kecha. Bu kecha, ey bu kecha, bag'rimda oy yotar bu kecha. Bu kecha, ey bu kecha, bir g'arib bol totar bu kecha. Bizlarga to'sqinlik qilolmas, hijron bandi bo'ldi bu kecha. Sog'inchlar tugadi yetarmas, inson tanti bo'ldi bu kecha. Bu sevgi shunchaki sevgimas, bizga ko'p qadrli muqaddas. Bu baxtga hech bir baxt yetolmas, baxtim osmon qadar bu kecha. Bu sevgi shunchaki sevgimas, bizga ko'p qadrli muqaddas. Bu baxtga hech bir baxt yetolmas, baxtim osmon qadar bu kecha. Bu kecha, ey bu kecha, baxtim osmon qadar bu kecha. Bu kecha, ey bu kecha, bir g'arib bol totar bu kecha. Hammani hayratda qoldirib, bir g'arib bol totar bu kecha. Olamni zulmatda qoldirib, bag'rimda oy yotar bu kecha. Rahmat, salomat bo'ling. Dunyobek Ahmedov, marhamat. Endi hurmatli ustozlar, ozgina suhbatlardan chalg'ish maqsadida bizda ekranda bir chiroyli tomosha qo'yiladi. Birgalikda shart bor. O'sha shartni tomosha qilamiz. Mayli, ko'p vaqtimiz yo'q, lekin shunday bo'lsa-da, to'liq bo'lmasa-da ozginasini taqdim etishga harakat qilamiz. Xo'sh,
taxminlar to'g'rimi yoki noto'g'ri bo'ladimi? Balki bu o'yinda ko'rgandirsizlar, balki o'sha futbolni, balki ko'rmagandi. Dunyo siz ham qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, taqdim etiladi. Ekranda kim bu? Messi. Lionel Messi. Gol. Demak, to'pni tepayapti. Ayni paytda gol bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Nima uchun bo'ladi? Chunki Messi. Kecha qaysi o'yin bilan o'ynaganda Urolmadi. Gol ura olmadi. Penaltidan urolmadi. Penaltidan gol ura olmadi. Qaysi bilan edi shunda? Maydonga tushganda gol ura olmadi. Sayt aka. Endi o'yinda har xil holat bo'lishi mumkin. Endi eng yulduzli ham ura olmasligi mumkin, lekin bu o'yinda uradi. Uradi. Nazarimda. Endi hozir Messi o'zining prinsipial raqibiga qarshi jarima zarbasini tepayapti. Adashmasam Courtois darvozada va to'pni yo'nalishini topganda, mening fikrimcha ushbu o'yinni eslolmadim, lekin futbolchi va darvozabonning xatti-harakatlaridan darvozabon ushbu zarbani bartaraf etadi. Ya'ni gol uradi. Bo'lmaydi. Gol ura olmaydi. Gol bo'lmaydi deb Gol o'ylayman. bo'lmaydi. Gol bo'ladi. Menimcha ham gol bo'lmasa kerak, chunki darvozabon yo'nalish topib turibdi-da, yana ham Xo'p, ketdik. Ikkita gol uradi, ikkitasi gol urmaydi. Marhamat. Gol ura olmadi. Marhamat, keyingisi. Hozircha Ronaldo ikkita kuchlilar haqida gap ketyapti hozir bu yerda. Bunda qanday taxmin qilamiz? Gol uradimi yoki yo'q? Ura olmaydi. Gol ura olmaydi. Menimcha uradi. Sizningcha uradi. Marhamat, haligi. Ushbu zarbaning ham gol bo'lmasligini taxmin qilyapman. Bu adashmasam Ronaldoning gol ura olmagan vaziyati bo'lsa kerak. Balki. Sizningcha? menimcha gol bo'ladi. O'zi siz Ronaldoga muxlisizmi yoki Messiga? Ochiqchasini aytaylik. Ronaldoga muxlis. Ronaldoga. Xo'p, mana gol uradi sizningcha. Bo'ldi, ketdik, marhamat. Yo'q, gol ura olmadi. Afsuski. Salomat bo'linglar. Dasturimiz davom etadi. Bo'ldi, rahmat. Demak, hurmatli ustozlar, yana bir bor xush kelibsizlar. Bu dasturimizda boshqa dasturlarga qaraganda men oxirida o'sha yana ham o'sha fikrlaringizni bilish uchun yoki boshqacha tomonlama savol berib, o'sha blitz savollar tayyorlayman. Doimo ruxsat bersalaringiz, hozir bitta blitz savol va uchovlaringizga alohida blitz savollar tayyorlab qo'yilgan. Fikrlaringizni qisqacha aytib o'tsalaringiz bo'ladi. Dastlab BMB Media markazi bosh muharriri ustozimiz, sport jurnalisti Said Donishevga bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyor. Mikrofonmi yoki diktafon? Mikrofoni bor, diktafon. Yaxshi. Futbol ko'ryapsiz, mana ko'ryapsiz hozir. VARga ishonasizmi yoki ko'zingizga ishonasizmi? Ko'rganingizga ishonasizmi? Aslida tabiiylik ma'qulki, lekin bu yerda baribir VAR o'sha nuqtasigacha olib beradi, shuning uchun ham VARga ishonaman. Oldin 20 yillar, 30 yillar oldin VARsiz qanday bo'lgan futbollar? Qanday hisoblashgan ular? Unda shu ko'zga ishongan. Ko'zga ishongan. Demak, menimcha ikkalasi ham yaxshi. Gol urgan futbolchimi yoki yaxshi intervyu bergan futbolchimi? Gol urgan albatta. Natija. Keyin intervyu ham beradi-da o'sha. Juda ham yaxshi. Eng qiyin intervyu g'alabadan keyinmi yoki mag'lubiyatdan keyinmi? Sizningcha? Mag'lubiyatdan keyin albatta. O'zi jurnalist uchun eng qiyini qaysi biri? G'alabadan yoki mag'lubiyat? Uchun ham intervyu beruvchi uchun ham qiyini o'sha mag'lubiyatdan keyin. Juda ham yaxshi. So'nggi savol deganingizdan keyin ham yana bir nechta savol berganmisiz? Albatta. Umuman boshqa sohada bo'lsa ham. Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Yaxshi. Demak, O'zbekiston Milliy axborot agentligi Jizzax viloyati bo'yicha sharhlovchisi, ustoz, jurnalist Abdujalol aka Qayumovga sizga savol bermoqchiman. Sizningcha mana sharhlovchimi yoki jurnalist? Agar stadionda bo'lsa sharhlovchi, stadionda bo'lsa jurnalist, agar televideniyada bo'lsa sharhlovchi. Sharhlovchi. Yaxshi. Press konferensiyada birinchi savol berishni yaxshi ko'rasizmi yoki oxirgisidan? Yo'q, men birinchi savol berishni yaxshi ko'raman. Birinchi savol berishni yaxshi ko'rasiz. Yaxshi. Eng ko'p aytgan jumlangiz qaysi? Eng ko'p aytgan jumlam to'g'risi bilmayman. Hozir bilmaysiz. Yodga kelmayapti. Ko'rmagan ekanman. Matn yozishmi yoki jonli efirmi? Albatta matn yozish. Nimaga? Chunki matn yozganingizda sharhlaysiz, tahlil qilasiz. Aha. Jonli efirda siz bor narsani ko'rganingizcha hamma narsani birdaniga tahlil qila olmaysiz. Golni ko'rishmi yoki uni tasvirlash? Golni ko'rish. Golni ko'rish. Tasvirlash qiyinroq. Yaxshi. Demak, keyingi ijodkorimiz Yusufbek Saydaliyev, Jizzax haqiqati gazetasining katta muxbiri, jurnalist Yusufbek Saydaliyevga blitz savol. Qizil kartochkami yoki qizil ruchkami? Ruchka. Nimaga? O'sha ruchka orqali kartochkani vaziyatini sharhlashimiz mumkin. Bo'ldi. Birinchi bo'lib xabar berishmi yoki eng to'g'ri xabar berishmi? Eng to'g'ri xabar berish.
Farqi yo'q, yo'q. Ko'pchilik masalan birinchi bo'lishni xohlaydi-yu ustozlar, to'g'rimi? Intervyuda eng ko'p eshitgan javobingiz buni murabbiy hal qiladimi degan savolni bermoqchiman. Qaytaraman, intervyuda eng ko'p eshitgan javobingiz. Kelasi o'yinlarga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz degan javobni olasiz. Juda ham yaxshi. Xo'sh, mabodo siz sportchi bo'lganingizda qaysi pozitsiyada o'ynar edingiz? futbol jihatidan, to'g'rimi? Aha. Tayanch yarim himoyachisi bo'lsa kerak. Sayt aka sizchi? Qora ishlar. Men yoshligimda o'ynaganman, himoyada o'ynaganman. Nimaga himoya osonroq? O'zim qandaydir menga ma'qul kelgan shu. Abdujallo aka? Men bir umr hujumda o'ynaganman. Bir hujum, oldin ham hujumda o'ynagansiz. Doim. Xo'p, ana endi ruxsat berasizlar, bizda umumiy blitz savollarni tez-tez aytib ketishlaringiz kerak, ya'ni uchovlaringizga ham tayyorlab qo'yganman. Sayt aka, Abdujalol aka hamda Yusufbek. Choymi yoki kofe? Kofe. Nima uchun? Uyquni o'chiradi. Jurnalist yozish kerak, ijod qilish kerak. Choychi. Choy unchalik o'chirmaydi. Qaysi birinchi tayyor bo'lsa? Marhamat. Qaysi bir birinchi tayyor bo'lsa. Yashang, salom. Farqi yo'q. Ta'mida ham farqi yo'q. Futbol yoki boks? Futbol. Nima uchun? Millionlar o'yini futbol. Bokschi. Boks sal kamroqda. Sayt aka? Bokschilarning futboli. Bokschilarning futboli? Ikkalasi ham xafa bo'lmasin deyman. Yo'q. Marhamat. Aynan bugungi kunda futbol orqali ko'proq odamlarni sportga jalb qilish mumkinligi uchun futbol. Futbol. Aha, tushunarli. Mana hozir o'zlaring ko'rdilaring gollarni, garchi gol ura olmagan bo'lsa ham, dunyoda hamma muxlis bo'lgan. Messi yoki Ronaldo? Messi. Ronaldo. Ko'proq hayotiy jihatdan ham g'alabaga chanqoqligi, kurashuvchanligi uchun Ronaldo. Ronaldo, ya? Bo'ldi, tushunarli. Xo'sh. Qalammi yoki notebook? Notebook. Notebook juda ham ko'p funksiyali bo'lganligi uchun. Sayt aka? Qalam. Nima uchun? O'chirib tashlash mumkin. To'g'rilash to'g'ri, lekin shunday. To'g'rimi? Boshqa ham g'ash mumkin-da. Yana bitta savol beray. Gol urilgan paytda yozishmi yoki xursand bo'lishmi? Xursand bo'lish. Albatta xursand bo'lish. O paytda yozish xayolga ham kelmaydi. U xursandchi yozsa. Agar haqiqiy shu o'sha sharhlovchimi, jurnalisti o'zi ham shu sportni haqiqiy bir muxlisi bo'ladigan bo'lsa, albatta u ham o'sha boshqa muxlislarga qo'shilib, oldin xursand bo'ladi, undan keyin yozadi. Xo'p, katta rahmat deymiz. Ajoyib suhbat uchun uzr so'raymiz hurmatli teletomoshabinlardan ham. Bizda hali bir qancha taqdim etiladigan ko'rsatuvlarimiz bor. Odatda bu ko'rsatuv 21:00 gacha bo'lishi kerak va oldinroq biz o'sha keyingi o'sha dasturlarimizga navbat berishimiz kerak. Men yana bir bor BNB Media markazi bosh muharriri, sport jurnalisti ustozimiz Sayt aka Donishov sizga, qolaversa O'zbekiston Milliy axborot agentligi Jizzax viloyat bo'yicha sharhlovchisi, ustoz jurnalist, qalami o'tkir jurnalist Abdujalol aka Qayumovga hamda Jizzax haqiqati gazetasining katta muxbiri, jurnalist Yusufbek Saydaliyevga katta rahmat demoqchiman. Ishtirok uchun, tashrif uchun minnatdorchilik bildiramiz, fikrlar uchun. Bu dasturni keyingi safar sizlarga taklif etganimda 1,5 yoki 2 soatlik qilmasam bo'lmaydi. Chunki ko'p gaplaringizni hali ola olmadim. Endi vaqt oliy hakam va qolaversa ustozoda xonanda Dunyobek Ahmedov sizga ham alohida katta rahmat va bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Men Dunyobekni yana ham yaxshi tanishimda, tanirdim. Dadalarimni yaxshi taniyman-u, meni yana ham yaxshi tanishimda o'zim o'sha qo'shiqqa muxlis bo'lganman. O'zini muallifligi ostida bu Alisher Fayz xonandani haqiqiy shogirdi hisoblanadi, Jizzaxdagi shogirdi. O'sha qo'shiq aytib chiqqansiz. Qanaqa edi nomi? O'zi ayting. Chek. Ya'ni Shu chek degan qo'shiqda. Dasturdan keyin Jahon kundaligi ko'rsatuvimiz bor. Mana shu ko'rsatuvga navbat beriladi. Chiq, ya'ni soatni soniyalari degan o'shiq deb tasvirlanganda qo'shiqda. Juda ham yaxshi. O'sha mualliflik qo'shig'ingizni eshitamizmi? Mayli. Hurmatli teletomoshabinlar, barchangizga yana bir bor oqshom xayrli bo'lsin. Bizni tomosha qilayotgan qadrdonlarimizga bu son yakunlanib borayotganligini aytib o'tmoqchiman va mendan tashqari kadr ortida ijod qilgan hammaga, ishtirokchilarimizga, ustozlarga yana bir bor rahmat deymiz. Yana bir bor sizlarni o'tgan mana bayram bilan, ertangi sport jurnalisti bayramlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Qalamingiz doimo o'tkir bo'lsin. Hamisha sog' salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda diydorlashib ko'rishmoqlik nasib etsin deymiz. Xayrlashamiz aziz yurtdoshlar, e'tiboringizga katta rahmat. Dasturimizni Dunyobek Ahmedov ijrosidagi Chiq qo'shig'i yakunlab qo'yadi. Marhamat.
betoqat kutar, dil hijronga yuz tutar, soat millari o'tar, chek 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 chek. Yurak betoqat kutar, dil hijronga yuz tutar, soat millari o'tar, chek 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 chek. Baxt sari qani ketdik, qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik. Chek 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 chek. Baxt sari qani ketdik, qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik. Kelarmisan ey go'zal sanam, sog'inchlardan ko'zlarim danam. Kelarmisan ey go'zal sanam, sog'inchlardan ko'zlarim danam. Ko'z yoshlardan egildik bilik, quvonchug'am ellikka ellik. Chek 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 chek. Baxt sari qani ketdik, qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik. Chek 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 chek. Baxt sari qani ketdik, qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik. Ayirmasin bizni umr yillari, sevishaylik Layli Majnun singari. Ayirmasin bizni umr yillari, sevishaylik Layli Majnun singari. Biz uchrashgan chog'imizda azizam, to'xtab qolsin soatimiz millari. Chik 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 chik. Baxt sari qani ketdik, qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik. Chik 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 chik. Baxt sari qani ketdik, qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik. Qo'lingni ber qo'llarimga, birga baxtli bo'laylik.